sizlar bilan Matilda tortini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: kakao, un, damlangan kofe, o'simlik yog'i, tuxum, razrıhlitel, pishevой soda, уксус, vanilin, shakar va sut. Eng birinchi bo'lib ishni unni setkadan o'tkazishdan boshlaymiz. Chunki agar shunday qilib olsak, biskvitimiz yaxshi chiqadi. Endi ustidan kakaoni sovib olamiz. Oz-ozdan uni ham birgalikda o'tkazamiz. Birdaniga ustiga razrıhlitel bilan vanilinni sovursak bo'ladi. Ularni ham birgalikda yig'averamiz. Elab ham bo'ldi. Endi ishimizni davom ettiramiz. Ustidan solamiz shakar. Shakarni ham sovib oldik. Yana bir aralashtirib olamiz, bir xil massa bo'lish uchun. Bo'ldi. Endi izidan birin-ketin masalliqlarni sovuramiz. Sut. Ingredientlarni hammasini necha grammdan solayotganimni kommentariyada yozib qo'yaman. O'simlik yog'i, tuxum, endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunday quyuq massa hosil bo'ladi. Endi ustidan pishevой soda va уксус. 350 ml suvga 4 qoshiq kofe soldim. Bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Qanaqa quyuqlikda bo'lishi kerak mana. Bilasizlar, sovulaman. Chunki bitta patnisda ikkalasini birdaniga qo'yaman. Duxovkamda tepa pastini yoqqanman. Oldindan qizitib oldim 170-180 gradusda. Hozir esa qozonchamda birinchi marta pishirishim, shuning uchun 180 gradusda yarim soatga qo'ydim. Qarab qo'yaman. Ana endi kremni tayyorlab olamiz. Qaymoq ustiga shakar, saryog', solib gaz plitада eritib olamiz. Bir xil massa hosil bo'lishi kerak. Mana tayyor bo'ldi. Sovuramiz. Issiqligida eriguncha aralashtiramiz. Ustiga kakao soldim, elakdan o'tkazib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana har zamonda xolodilnikda olib, bir aralashtirib qo'yasizlar. Mana shunaqa quyuqda bo'ladi. Kremimiz tayyor. Xamirimiz ham sovidi. Endi xamirimizni chiqarib olamiz. Mana ko'rdingiz, osongina chiqdi. Pergamentni bo'lmagan olib tashlaymiz. Xamirimiz bir tekis bo'lishi uchun yuzidagi qalinligini, tepasini kesib tashlaymiz. Mana ko'rganlaringizdek, ishlari yaxshi pishgan. Xohlasalaringiz sut, xohlasalaringiz kofe, suvli kofe qo'ysalaringiz bo'ladi. Xamir kichkina bo'lgani uchun 1-2 qoshiq qo'ysam ham bo'ladi. Biz ham qo'yib olamiz. Yonboshlarni shunaqa qilib surib olamiz. Ko'rib turganingizdek.
Meni biskitim juda ham baland chiqdi. Agar sizning formangiz 24 cm bo'ladigan bo'lsa ham, где-то 6 yo 8 cm bo'ladigan bo'lsa ham, o'zingiz formangizga qarab qilib olsangiz, sizniki pastroq chiqadi. Men o'zim baland qildim, sababi qozonim shunaqa ko'tarib berdi. 2 marta bo'lib pishirishni xohlamadim. Bismillahirrahmanirrahim. Теперь